Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Men bugun sizlarga Gipoxen kapsulasi haqida ma'lumotlar berib o'taman. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Gipoxen kapsulasi ta'sir qilishiga ko'ra, metabolizm jadalligini oshiradi va to'qimalarning energiya almashinuv jarayonini normallashtiradi. Organizmning kislorod bilan ta'minlanmay qolishini oldini oladi. Bu kapsulaning qo'llanishi organizmda kislorod yetishmay qolganda, jismoniy va boshqa organizmga tushadigan nagruzkalarda, bosh miyaga kislorod yaxshi yetib bormaslik holatlarida, yurak mushaklari va jigarning kislorodga bo'lgan ehtiyoji oshganda, og'ir travmatik jarohatlanishlarda, umumiy xirurgik aralashuv holatlarida, bronxial astmada, pnevmoniyada, obstruktiv bronxitda, stabil stenokardiyada, qon bosimi baland holatlarda, stenokardiya xurujlarida profilaktika maqsadida qo'llaniladi. Qabul qilish usuli va dozasi: kapsula ovqatlanishdan oldin yoki ovqatlanish vaqtida kattalar sutkasiga 1-2 kapsulagacha qabul qilish mumkin. Nojo'ya ta'siri: allergik reaksiya va qon bosimi tushishi kuzatilishi mumkin. Preparatga yuqori allergik reaksiya bo'lganda, gemorragik insultda, homiladorlik va emzish davrida yosh bolalarga qo'llash mumkin emas. Ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang. Salomatligingizni asrang.